Agar Alloh subhanahu va taoloning ne'matlarini sanasalaring, sanab sanog'iga yeta olmaysizlar. Bu Alloh taoloning ne'matlarini biz qadriga yetmasak, shukrini ado etmasak, bu ne'matlar ba'zan bizdan olinishligi ham mumkin. Ne'matlar haqida ertaga Alloh taoloning oldiga borganimizda so'ralamiz. Bizga hayot ne'mati, umr ne'mati, vaqt ne'mati va hokazo juda ham ko'p ne'matlar Alloh taolo tomonidan berilgan. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Keyin sizlar u kunda ne'matlardan so'ralasizlar. Imom Malik rahimahulloh bir kun tungi namozda ushbu oyatni o'qib, takrorlab yig'lab o'qiganlar. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Keyin u kunda, ya'ni qiyomat kunida ne'matlardan sizlar so'ralasizlar. Haqiqatda inson bu oyatni tadabbur qiladigan bo'lsa, ozgina bu oyatni ma'nolariga to'xtaladigan bo'lsa, insonga berilgan ne'matlar juda ham ko'p. Keyin bu ne'matlarni agar qadriga yetmagan bo'lsa, shukrini ado etmagan bo'lsa, bu so'raladi.